Assalomu alaykum. Men Zaynabudinov Abdulloh, yosh biologman. Sizlar bilan bugungi darsimiz 5-sinf biologiya kitobini 6-mavzusi bakteriyalar dunyosi bilan o'rganamiz. Unda boshladik. Rejalarimiz bakteriyalar haqida umumiy ma'lumot birinchisi, ikkinchisi bakteriyalarning hayot faoliyati, uchinchisi bakteriyalarning hayotdagi roli, ya'ni inson hayotidagi roli. To'rtinchisi bakteriyalarni o'rganish usullari. Endi bir o'rganib chiqamizda. Bakteriyalar haqida umumiy ma'lumot. Birinchi reja. Bakteriyaning tuzilishi qanday bo'ladi? Bakteriyalar juda ham oddiy tuzilishga ega bo'ladi. Chunki ular prokariot organizmlar. Prokariot bu oldin, karios yadro degan ma'noni bildiradi, ya'ni yadrodan oldin tug'ilganlar. Insofdan oldin tug'ilganlar deb qo'yamiz-ku, hazillashib. Shunday gap. Endi bakteriyalarni o'rganuvchi fan mikrobiologiya fani o'rganadi. Sababi bakteriyalar juda ham mayda bo'lgan jonzotlar hisoblanadi. Shuning uchun mikrobiologiya fani o'rganadi. Keyingisi, bakteriyalarda yadro bormi? Yadro yo'qligini birinchisida aytib o'tdik, ya'ni prokariot organizmlar. Shuning uchun bularda yadro yo'q. Keyingisi, bakteriyalar qanday shaklda? 3 xil shaklda esa berilgan bizning 5-sinf kitobimizda. Bittasi sharsimon. Sharsimonga misol qilishimiz mumkin ko'klar. Tayoqchasimon batsillalar yoki buralgan vibrion yoki spirillalar kirishi mumkin. Buralganga shu vakillar bo'ladi. Rasmlarni ham ko'rib turibmiz. Keyingisi, bakteriyalar hayot faoliyati. Bakteriyalar asosan heterotrof oziqlanadi. Ya'ni organik moddalarni yeb turib oziqlanadi, tayyor ozuqa bilan, xuddi bizni singari. Avtotrof oziqlanadiganlari ham bor, lekin ular kamchilik. Quyosh energiyasini yoki kimyoviy reaksiyalarda o'zlariga energiya oladi. Uni 9-sinf mavzularimizda tanishib chiqamiz. Endi bakteriyalar 2 xil usulda oziqlanadi: anaerob va aerob. Anaerob bakteriyalar bular kislorod bo'lmagan muhitda ham bemalol yashay oladi. Aerob bakteriyalar esa faqat kislorodli muhitda yashaydi. Bularni ham 9-sinfimizda yana ham yaxshiroq ko'rib chiqamiz. Keyingisi, bakteriyalarning ko'payishi. Bular o'zi qulay sharoitda 20-30 daqiqada ko'payadi. Ya'ni bitta bakteriya bo'lsa, 20-30 daqiqadan keyin ana bakteriya ikkitaga aylanadi. Yana 20-30 daqiqadan keyin ana ikkita bakteriya 4taga aylanib qoladi. Shunaqa qilib juda ham osonlik bilan ko'payadi. Endi bakteriyalar spora hosil qiladi. Spora bu nima? Spora bu noqulay sharoitda ularni kiyib oladigan kurtkasi. U 253 gradus minusga chidaydi. Plyusdan esa 140 gradusga. Tasavvur qiling. Choyni qaynatyapmiz-da. Choy 100 gradusda qaynaydi. 100 gradusdan ham balandroq temperaturada uni kurtkasi, ya'ni sporasi chiday oladi. Ajoyib. Keyingisi, konjugatsiya. Konjugatsiyani ham katta sinflarda bir tanishib chiqamiz. O'zi bakteriyalar jinsiz usulda ko'payadi, lekin konjugatsiya degan jarayon bo'lganligi uchun ularni jinsiy ko'paya oladi deb turib ayta olamiz. Mana shunday. Bakteriyalarning inson hayotidagi roli. Bular foydali va zararli bakteriyalarga bo'linadi. Foydalilariga achituvchi bakteriyalar, chirituvchi bakteriyalar va tugunak bakteriyalar misol bo'ladi. Endi zararli bakteriyalargacha parazit bakteriyalar kiradi. Foydali bakteriyalardan achituvchi bakteriyalar nima qilib beradi? Bular sut, qatiq mahsulotlarini olishda, siloz bostirishda, teri oshlashda, tuzlama tayyorlashda juda ham keng foydalanadi. Endi yana bir misol qilishimiz mumkin. Onalarimiz qatiqqa oxliq degan narsa solishadi. Oxliq bu tomizg'i deyiladi. Tomizg'i tarkibida mana shu achituvchi bakteriyalar bo'ladi. Shu bakteriyalar sut kislota tarkibidagi sut tarkibidagi uglevodni sut kislotalarigacha parchalab tashlaydi. Shu bilan sutimiz achib qatiqqa aylanadi. Tuzlama tayyorlashda sabzavotlar solingan idishga tuzli suv quyiladi. Sababi mana shu achituvchi bakteriya u joyda yaxshiroq rivojlanadi va achituvchi bakteriya yaxshi rivojlanganligi sababi ham chirituvchi bakteriya tushishini oldini oladi. Ya'ni biri bilan ikkinchisiga
qopqon yasaladi. Bittasi rivojlangan joyda ikkinchisi rivojlanmaydi. Mana shunday. Keyingisi, endi mana foydali bakteriyalardan chirituvchi bakteriyalarga o'tdik. Bular yer yuzini sanitarlari hisoblanadi. O'zi aslida judayam ko'p narsamizni chiritaveradi, lekin bular ham foydali-da. Yer yuzidagi barcha o'lik qoldiqlarni tozalaydi ular. Mana shunday. Keyingisi, tugnak bakteriyalar. Tugnak bakteriyalar dukkakdoshlar oilasiga mansub o'simliklar bilan birgalikda yashaydi. Birgalikda. Ya'ni tugnak bakteriyalar o'simliklarga azot beradi. O'simliklar esa o'zidagi organik moddani, uglevodni tugnak bakteriyalarga o'tkazadi. Ya'ni ayira boshlashadi bular. Ayniqsa beda o'simligida juda ham keng foydalanadi. Zararli bakteriyalar. Zararli bakteriyalarga o'zi kimlar kirardi? Parazit bakteriyalarni misol qilsak bo'ladi. Parazit bakteriyalardan ham kimlari? Sil, vabo, o'lat, ichburug', qoqshol kabilar. 2019-yil bilasizlar, koronavirusni, bakteriyani emas, virusni dunyo bo'ylab tarqalishi bo'ldi. Unda pandemiya deyildi. Bunda ma'lum bir hududda tarqalishi epidemiya deb atalyapti. Va ana shu epidemiyani oldini olish uchun xuddi o'sha hudud karantinga olinadi. Bakteriyalardan foydalanish. Bakteriyalardan ko'pincha antibiotik va dori vositalar ishlab chiqarishda foydalanamiz. Endi bakteriyalarni o'ziga qarshi qanday kurashamiz? Ularga fitonsid deb aytiluvchi modda bilan qarshi kurashamiz. Masalan, archa va terak o'zidan mana shu fitonsid moddasini ishlab chiqaradi. Bular bakteriya bilan zaharlangan havoni tozalaydi, ya'ni bakteriyalarni o'ldiradi. Bakteriyani o'rganish usullari. Bakteriyani qanday ko'ra olamiz? Juda ham mayda organizm bo'lsa, deb turganlarga mana hozir ko'rish usulimizni birin-ketinlikda o'qib yetkazib beramiz. Mikroskopik kuzatish, ya'ni biologiya fani o'rganadi. Mikroskopik kuzatish deyiladi. Mikroskopik kuzatishni mikrobiologiya fani o'rganadi. Va quyidagi ketma-ketlikda mana shu bakteriyalarni o'rganishimiz mumkin. Birinchi o'rinda Petri idishchasi, steril holatda. Va u sterillangan Petri idishchasi ichiga ozuqa muhit ekiladi. Ozuqa muhitga bakteriya ekib ko'paytiriladi. Bakteriya tez ko'payib, ko'zga ko'rinadigan holatga kelganda, ulardan mikropreparatlar tayyorlanadi. Alloh o'rganayotgan ilmlarimizni foydali qilsin. Hammanglarga rahmat. Xayr.